Oldingi Çağatay davridagi jamiyat va madaniyat. Tarixiy materiallar bo'yicha Çağatay davri asosan milodiy 1224-yili Çağatay ulusi shakllangan vaqtdan boshlab Çağatay xon va uning avlodi bevosita hukmronlik qilgan Çağatay ulusi milodiy 1224-yildan 1309-yillar. Çağatay xonligi milodiy 1309-yildan 1348-yillar. Moğoliston xonligi milodiy 1348-yildan 1514-yillar. Yakan xonligi milodiy 1514-yildan 1682-yillarga qadar bo'lgan 4,5 asrdan ko'proq vaqtni o'z ichiga oldi. Lekin Çağataylar haqidagi birmuncha asarlarda Çağatay xonligi zaminida shakllangan va g'ayri Çağatay avlodi bo'lgan Tömürlen tarafidan qurilgan Tömürye xonligi milodiy 1370-yildan 1451-yillar. Tömürlen avlodi Ebu Said tarafidan qurilgan Xorasan davlati milodiy 1451-yildan 1507-yillar. Tömürlen avlodi Zahir'din Muhammed Babur tarafidan qurilgan Baburiye yoki Büyük Moğol xonligi milodiy 1497-yildan 1761-yillar. Qatorliq xonliqlar hukmronlik qilgan davlatlarmi Çağatay davri degan hukm ichiga kirgizildi. Hatto Chingizxonning navrisi Batuxon tarafidan Sharqiy Yevropa yoki Qipchoq sarosida qurilgan Oltin O'rda yoki Qipchoq xonligining keyingi davrda ana shu Batuxonning 9-avlod O'zbek xon tarafidan qurilgan O'zbek xonligi milodiy 1318-yildan 1540-yillar. Davrimi Çağatay davri degan mazmunda bayon qilindi. Demak, Çağatay davri tarixda nihoyatda uzoq davomlashgan bir davr bo'lib hisoblandi. Til va adabiyot meroslari jihatdan qaraganda Sharq Turkiston rayonida ta milodiy 20-asrning boshlarigacha davomlashgan Uyg'ur adabiy tili va bu tilda yozilgan adabiy meroslarmi dal ana shu Çağatay adabiyoti turiga kiradi. Endi biz bu yerda oldingi Çağatay davridagi jamiyat va madaniyat degan mazmunda asosan milodiy 1219-yili Chingizxon istilosidan keyin maydonga kelgan Çağatay ulusi va Çağatay xonligi, ya'ni milodiy 1224-yildan 1348-yillar davrda bir asrdan ko'proq davomlashgan Sharq Turkiston va O'rta Osiyo jamiyati va madaniyatini bayon qilamiz. Bu davrdan keyingi jamiyat va madaniyat ahvolini bo'lsa har qaysi xonlik va davlatlarning o'z o'rnida bayon qilamiz. Birinchi, oldingi Çağatay jamiyati. Oldingi Çağatay jamiyati haqida texcha biror ishonchli ma'lumot yo'q. Ammo Jamhul Tarixi Jahon Gushay qatorliq asarlar va milodiy 14-asrning o'ttirlarida Dashti Qipchoq ham Mavaraun Nahr Mavaraun Nahrda sayohat qilgan Ibni Battuta qatorliqlarning sayohat xotirlarida bo'lsa, bu haqda oz to'la ma'lumotlar berilgan. Bundaq yetersiz ma'lumotlar va bu ma'lumotlarga asoslangan keyingi tadqiqot natijalariga qaraganda Çağatay ulusi shakllangan dastlabki chog'larda hatto Mo'ng'ul xonligining O'ktay milodiy 1229-yildan 1241-yillar, Kuyuk xon milodiy 1246-yildan 1249-yillar, Münke milodiy 1251-yildan 1260-yillar, Qublay milodiy 1260-yildan 1295-yillar,
qatarlıq qağanları dəvirdimi Moğol xanlığı bir tutaş dövlət sübtide öz əmir pərmanlarını özüge qaraşlıq barlıq ulus və rayonlar yetkizətdi. Ulus və rayonlarının hükümranları mı qağanlığının əmir pərmanlarını şərtsiz icra qılaşdı. Ularning hükümranlık aparatları mı Çingiz Xanның hayat vaxtidagi hayat vaxtidan ancha farqlanmaydi. Masalan, Çağatay ulusunun en âli hükümranı yanıla Darug'aç yoki Yeke Darug'aç deb atiladi. Çağatay ulusundagi Türk qabilalar bo'lsa, Darug'aç yoki Yeke Darug'açni xon deb ataydi. Darug'aç yoki xonlar o'z tavalikidagi barliq harbiy va ma'muriy huquqlarni o'z ilkida tutadi. Ulardan qalsa Darug'açlarning yordamchisi, tamg'achi va harbiy amaldor basqaq ham noyanlar turadi. Ulusga qarashli Türk qabilalar yashaydigan rayonlarda bo'lsa, beg yoki biylar ta'sis qilingan edi. Shundaqla ulusining markaziy Olmaliq shahri bo'lsa-mu, xonlar alayida ordularda turmay, balki markazga yoki markazga yaqin yayloqlardagi oldan turma degan ko'chma bargohlarda turadi. Bu odat aslida O'rxun daryosi bilan To'g'la daryo vodida yashaydigan Keray qabilasining odatlari edi. Lekin Çağatay ulusining oxirgi chog'lari va Çağatay xonligi davrida aslidagi Darug'aç ve Yekki Darug'aç degan nomlar asosan iste'moldan qilib, uning o'rniga xon degan nom umumlashdi. Hükümranlık adamları mı xeyli ıslah qilindi. Bu çağda en âli hükümran xondan qalsa, aslida Türk tilidagi qabilalarning odati bo'yicha Qatun, uningdan keyin O'g'lon, Otabek, Beg, Noyan ve Tarxanlar turadi. Bu çağda harbiy ishlar boshqaradigan amir degan mansab burunqi basqaqlarning o'rnini egildi. Lekin ba'zi chog'da bo'libmi Çağatay xonligi davrida amirlar yana viloyat va rayonlarning siyosiy ma'muriy ishlarini boshqaradi. Çağatay xonligidan keyingi zamonlarda bo'lsa, amir degan mansab qo'shinlarning bosh qo'mondoni, hatto davlat egisi degan ma'nida qo'llanilgan bo'ldi. Umuman oldingi Çağatay davrida xon, xotun, o'g'lon, amir, Otabek, Beg, Noyan ve Tarxanlarning hammasi alayida imtiyozga ega. 9 günah o'tkazmagicha javobgarlikka tortilmaydigan bir tabiqa edi. Çağatay ulusi va Çağatay xonligi davrida aholi burunqi Chingizxon davridagideklar 10'luk tüzüm bo'yicha tashkil qilingan edi. Ya'ni 10 oila bir avun, 100 oila bir 100, 1000 oila bir 1000, 10.000 oila bir tuman, bir qancha tuman oila bir ulus deb atalgan. Bularning 15'i, 105'i, 1005'i, tuman 5'i, tuman begi yoki Otabek, ulusbeklar boshqaradi. Aholi birer avun, 100 begliki yoki boshqa darajalik o'rinlardan yana bir beglikka ixtiyoriy yutkilolmaydi. Shundaqla Çağatay hükümranlarının qo'shinlari mu ana shu 10'luk tüzüm bo'yicha tashkillangan edi. Ba'zi materiallarga qaraganda Çağatay hükümranlarının qo'shinlari mu xuddi Qipchoq xonligi, Oltin Ordu xonligi va o'xshash Mo'ng'ul otliq qo'shinlari, Mo'ng'ul piyoda qo'shinlari, Türk qo'shinlari,
musulmon qo'shinlar degan 4 qismga bo'linganligi ma'lum. Urushga chiqqanda har bir jangchi o'qya, qalqon, minadigan at, bir yillik oziq-tulik qatorliqlarni o'zi tayyorlab chiqishi lozim edi. Umuman Chagatai ulusi va Chagatai xonligi davrida asosiy hukmronlik tuzumi ve bu hükümranlık tüzümünün tayançısı bo'lgan harbiy qo'shinlarning qurilmasi Moğollarning an'anaviy tüzüm bilan istila qilgan rayonlarning hukmronlik tüzümünün qo'shimchasidan iborat edi. Moğol xonligi dastlab qurilgan chog'larda Chagatai Moğollari asosan ko'chman chorvachilikni asos qilgan patriarxallik feodallik tüzüm bosqichida. Chagatai ulusi bilan Chagatai xonligi qurilgandan keyin ularning jamiyat tüzümida bo'libmi feodallik munosabatlarida birmuncha yangi o'zgarishlar bo'ldi. Bo'libmi bu chog'da ko'plagan Moğol qabila va urug'lari tadrijiy o'ltiraqlashib, yerlik qabila va uluslarning ta'sirida ularning ichidan Tarxan, Sabanchi, O'rtaqchi ve Qul degan ijtimoiy tabiqalar kelib chiqdi. Sabanchi ve O'rtaqchilar yana tarixchi deb atiladi. Tarxanlar bo'lsa alayda siyosiy ve iqtisodiy imtiyozga ega yer egalari bo'lib, Sabanchilar tamamen Tarxanlarga bekindi bo'lgan yanchilar edi. O'rtaqchilar bo'lsa yerim erkinlikka ega dehqonlar edi. Qullar bo'lsa Moğol harbiy, ma'muriy amaldorlari va yer egalariga tamamen bekindi bo'lgan va o'z erkinligidan butunlay mahrum bo'lgan ezilguchi qatlam edi. Bu chog'dagi Moğol jamiyatida xondan boshlab Tarxanlargacha bo'lgan ezguchi sinflar davlatning barliq siyosiy, iqtisodiy silahlardan ozod qilingan edi. Chunki bu vaqtda qalon deb atalgan dehqonchilik beji va cho'pcho'r deb atalgan chorvachilik beji mavjud bo'lib, dehqonchilik beji degani asosan yer beji. Bo'rliq beji, çöp saman beji, o'tin beji, hamam beji, sang beji, su beji qatorliq bir muncha bosh silahlarni o'z ichiga oladi. Chingizxon hayot vaqtida va Moğol xonligining dastlabki chog'larida davlatning va Moğol aqsuyaklarining ehtiyoji asosan urushda tushgan sonsiz o'lja g'azimatlar va talon-taroj qilingan boyliqlar orqali qoldirgan bo'lsa, Chagatai ulusining oxirgi chog'lari bo'libmi Chagatai xonligi davriga kelganda davlat va hukmronlar asosan har xil bosh silahlarga tayinib ish ko'rdigan va yashaydigan bo'ldi. Demak, bu davrda feodallik munosabatlarda birmuncha zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Chagatai rayoni Moğol ulusi ve xonliqlarning ichida coğrafiyalik o'rni nihoyat aplik bir yer bo'lib, bu joydan taraf-tarafga qatnaydigan bir qancha savdo yo'llari bor edi. Uning biri qadimki Ipak yo'li, yana biri Xonbaliq Bejing shahardan chiqib hozirgi Shanxi, Gansu orqali qadimki Ipak yo'liga qo'shiladigan yo'l. Yana biri Xonbaliq shahardan Qaraqurum shahri, Oltay Irtish daryosi, Emil shahri orqali Olmaliq shahriga va bu shahardan shimolda Hayyol Balqash ko'lining janubi shahri orqali Saray shahri, Oltin O'rda xonligining markazi ham Yevropaga qatnaydigan yo'l edi. Shundaqla Olmaliq shahridan Suyab, Samarqand, Buxoro, Xorazm shaharlariga va bu yer orqali Saray shahriga
yana Olmaliq shahridan bosqan Kash, O'rganch, Xo'jand, Xorason, İran, Bag'dod va Kichik Osiyo Olmaliqdan Yulduz Vadisi va Muzdavanni kesib o'tib, Qashqar, Xo'tan qaynaydigan yo'llar bor edi. Bu yo'llarda har qaysi ellarning karvanları, elçileri, sayahatçileri üzülmey qatnab turadi. Umuman aldınғы Çağatay davrının savdo ishlari mislsiz rivojlanganda. Lekin bu chaqda yayloqlarda yashaydigan Mo'ng'ullar o'zining chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishdek an'anaviy odatlarini davomlashtiradi. Ba'zi sayohat qotillarga qaraganda ular uy yasaydigan kigiz ishlaydi. Erler köpünçe oq, ya, üzengü, yügen, çalvur, iger, uy, harbi qatarlıqlarını yasap at seğeş, süt seğeş, qimiz içtiş, qitik qo'ydigan tulum yasaş, tögi beqish, yük to'shish qatorliq ishlarni qiladi. Ular qo'y o'shkilarni birlashib boqadi. Sütni ba'zida ayollarni sog'adi. Ayollar teri, kun va süt mahsulotlarini ishlaydi. Kiyim-kechak tikadi. Ular kigizga üzüm, deldirak, puchar qushlar ve hayvanlarının nusxalarini tushiradi. Demek Çağatay Moğollarının kol önervençilik mu xeyli rivojlangan edi. İkinci, aldınғы Çağatay medeniyeti. Xuddi aldınғы Çağatay cemiyetiga o'xshash aldınғы Çağatay medeniyeti haqida mu aniq materiallar textcha ait kam. Lekin 19. asrning oxiri va 20. asrning dastlabki çağlarındaki Rusya hem Avrupa ellerining tadqiqotlariga qaraganda aldınғы Çağatay davrida Çağatay adabiy tili asosidagi Çağatay medeniyeti şekillendi. Meşhur Rus alimi Bartold eğer Moğollar bu yerga istila qilib kelmagan bo'lsa, Çağatay adabiy tilining shakllanishi mumkin emas edi deb yozgan edi. Çünkü xuddi yuqoridagi bablarda bayon qilingandek, Moğollarning Qurg'on rayoni va uning g'arbidagi rayonlarga qilgan keng ko'lamlik harbiy yurishleri, bu rayondagi birmuncha mustaqil taja taxtlarni, davlat bayroqlarini, davlat chegara serhatlarini ve birmuncha millat qabila ayrimlarini nihoyat tez orada yer bilan yakson qilib, ularning jamiyat, madaniyat bo'libmi til jihatdagi o'rtoqligini ilgari surib, bu rayondagi xonliqlar xeyli uzoq zamondami hal qilamagan zo'r tarixiy vazifani o'tadi. Çağatay ulusi shakllangan chog'da onun ilkideki rayonlarda asasen Türk til ve onun her xil şivelerinde Paris tili ve Arap tilde sözleşilen kabile ve milletler yaşaydı. Bularning içinde bir mezgil O'rta Asiyodagi Sir daryosының baş iqimidan Sharqiy Yevropadagi Donay daryosigacha hukmronlik qilgan ve aslida İran tilining alayida bir shivisi bo'lgan Tacik tilde sözleşilen Xorazmlar nihoyat tez çürükleşmekte idi. Arap tili bo'lsa asosan O'rta Osiyoga kelib, o'ltiraqlashgan Arab muhojirlari ham diniy tabiqadagilarning bir xil aloqa quroli edi. Mo'ng'ul istilosidan keyin bu joyga yana Mo'ng'ul tilida so'zlashadigan qabilalar kelib o'rinlashdi. Lekin bularmi nihoyat tez suratda churiklashishga qarab yuzlandi. Shunglashqa
hükümran taibler hamma qabila ve milletlerge ortak bo'lgan bir xil tilni qo'llanishga majbur bo'ldi. Yerlik Türk tilini, Uyg'ur tilini asos qilib Arab, Fars ve Moğol tillerinden nurgun til elementlerini qabul qilish natijasida paydo bo'lgan bu til tarixda Çağatay tili deb ataldi. Bir muncha Türkşünaslar ve Çağatay şunaslarının tadqiqotga qaraganda ular Çağatay tilini aynı zamanda Türk tilinin içinde ta'siri nihoyatda kuchli bo'lgan Uyg'ur shivisi asosida shakllangan deb qaraydi. Chingizxonning 13-avlodi Abul G'ozi Arab Shoh Muhammad Bahadur-xon milodi 1664-yilda vafot bo'lgan. Çağatay davridagi madaniy hayotni tasvirlab kelib, Chingizxon va uning avlodi hukmronlik qilgan Mavaraun Nahr, Xorason, hatto Iroq qatorliq joylarda mühürdarlık, bitçilik ve hisabat işlerinin hemmisiyle Uygurlarının koldu idi deb yazgan edi. 19. asırdaki Türkiye meşhur alimi Şemsiddin Sami, Çağatay ve onun evladı hükümranlık kılgan devirde Uygur tili barlıq Türk qabillərinin ortak ədebi tiliga aylangan hem Çağatay tili deb alemge meşhur bo'lgan deb yazıldı. Meşhur Boshqorda alimi Ahmet Zaki Validi bo'lsa Uyg'urlar Türk qabillərinin içinde naiti yuqori medeniyetlik bir millet idi. Şunlaşqa ularning tili barlıq Türk qabillərinin ortak ədebi tiliga aylangan deb yazdı. Meşhur Rus alimi Bartold Çağatay davridagi cemiyet ve medeniyetini sözlegende medeni xalqlarning içinde musulmonlar, bo'libmi tojiklar ve Uyg'urlar faqat o'z millatining ichida emas, balki o'zlari turishliq uluslarning ulus boshqarish ishlarida nihoyatda muhim rol oynagan edi. Çünkü ularning yerlik Wang Gung oqsuyaklariga bo'lgan ta'siri nihoyatda kuchli edi deb yozgan edi. Demek aynı zamanda Uyg'urlar ve Uyg'ur tili Çağatay tilining shakllanishida hal qilg'uch rollarni o'ynagan. Shuningdek, bu davrda Çağataylar doirasida Çağatay tili ve başka tillarda bir muncha til, tarix ve edebiyat eserleri meydanga keldi. Bularning ichida zamonimizga yetib kelgan eserler asasen Ebu Gazil İbni Muhammed yani Cemal Karshi tarafidan miladi 1282 yılı Qashqarda yozilgan So'roq lug'ati, Burhaniddin Binni Nasriddin Rabban O'g'zi tarafidan miladi 1310 yıldan 1311 yılları yazılgan Qassaul Abyana, Fisai Yusuf, Qissai Yusuf ve Züleyha qatorliq eserler var. Cemal Qarshining ma'lumotlariga qaraganda bu davrda yana Hüsamiddin İbni Asim el-Barçinlik namlı Arap, Paris ve Türk tilida yozilgan bir alimning yaşaganligi ma'lum. Lekin yuqorqi olimlar haqida materiallar nihoyat kam. Tarixiy materiallarga asoslanganda Cemal Qarshi miladi 1230 yili Çağatay ulusining markazi Olmaliq shahrida dunyoga kelgan. Lekin ko'p vaqtini aynı zamandaki Çağatay ulusining bir medeniyet merkezi bo'lgan Qashqarda o'tkazgan ve bu joydagi eng mashhur Medrese Mesudiyada mudirrislik qilgan. Shundaqla u Qashqarda El-Javhari tarafidan miladi 10. asrga yozilgan Es-Safilat namlı kitobni tarjima qilib, uning qo'shimchasini
süptide, qo'shimchasi süptide Mulhi Qatus Surah deb ko'pincha so'roq lug'ati deb ataladi degan asar yozgan. Shuningdek, u milodiy 1273 yildan 1274 yillar Sir daryoning tuvan iqimidagi Barchin kent qatorliq joylarga sayohat qilib, ayni zamonning mashhur olimi Musammiddin Barchinligi bilan tanishgan. Shundaqla bu zamonda Chag'atay ulusida yashaydigan bir muncha olimlarning ahvoli, yerli qabila va millatlarning siyosiy, ijtimoiy, diniy ahvollari qatorliq masalalar ustida cho'nqur tekshirishlarni ilib borgan. Shunlashqa u so'roqqa yozgan kirish so'zida olmaliq, g'uzbaliq, Qashqa, Yakan, Xotan, Xo'jand, Barchinkent va Qipchoq ulusidagi bir qancha shaharlar ham shaharlarda turadigan bir muncha olim va ulemolar haqida xeyli obdan ma'lumotlarni yozgan. Bo'libmi milodiy 11-asrda Qashqada yashagan Ubul Futuq Abdul G'appar Binni Husayn al-Olimi tarafidan yozilgan Qashqa tarixi ve Karahanlılar sulalısının İslam dinini tarqatqanlıqı haqqidagi tarihi ma'lumotlarni bayon qilgan. Umuman Jamal Qarshi tarafidan yozilgan Surah lug'ati Karahanlılar sulalisi ve Chag'atay ulusini tadqiq qilishda nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Jamal Qarshining qachon vafot bo'lganligi haqida aniq ma'lumot yo'q. Lekin uning Qarshi degan taxallusi qaraganda milodi 1318 yildan 1328 yillari hukm surgan Kebek xon davrigacha yashaganligi ma'lum. Chunki Qarshi shahri dal Kebek xon davrida yasalgan edi. Endi Jamal Qarshidan biroz keyin yashagan Rabg'uzi haqida ancha ko'p ma'lumot yo'q. Uning Qissasul Abiya nomli kitobida yozgan o'z ma'lumotida uning Rabat O'g'zi degan joyning qozisi Burhoniddin nomli kishining o'g'li ekanligi. U Hijriya 710-yili, ya'ni milodiy 1310-yildan 1311 yillar. Nasriddin Toq Buqa nomli kishining iltimosi bilan mazkur kitobni yozganligini bayon qildi. Qissaul Anbiya bo'lsa, ayni zamonda nihoyatda ustunlikka ega bo'lgan Qashqar tilida yozilgan edi. Milodi 1859 yili ve 1881 yili mazkur kitap Qissai Rabg'uzi degan nom bilan Rusiyaning Qozon shahrida bisilgan. Hijriya 1335 yili, yani milodi 1916 yildan 1917 yillar. Yana Qasaul Abyana Anbiya degan nom bilan Toshkent G'ulom Hasan Arubjanub metanasida silingan. Bu eser ustida Budagov, Ustroymov, Katonov, Milorananki, Radlov ve Malo qatorliqlar bir muncha tadqiqotlarni ilib borgan. Qissasul Anbiya jami 72 mavzudan iborat cho'ng hajmlik asar bo'lib, uningda asosan Lut alayhisalomdan Muhammad alayhisalomgacha bo'lgan barliq payg'ambarlar haqidagi qissa va rivoyatlar bayon qilingan. Bo'libmi bu asarda aslida islom adabiyotining mashhur namoyandasi deb qaralib,
kelgan Yusuf ve Züleyha kısmı tunji qitim Türk edebiyatıning doirasiga ilib kirilgan. Ana shuningdan boshlab Türk tilida eser yazgan bir qancha mashhur adib ve shoirlar o'z temasini ana shunga qaratib cho'ng tipdagi asarlarni yozib qoldirgan. Bugungi kunda Qissasul Anbiya'nın besilib chiqqan nusxalari qasaslanganda u til jihatdan qadimki Türk til ve uningdan keyin Qarag'anlar davrida shakllangan Haqaniya tili davrining atalmış Çağatay tili davriga o'tayotgan tunji qadimini bosgan muhim bir namuna. Shuningdek, sujet ve mazmun jihatdan qadimki Türk edebiyatı bo'libmi Haqaniya edebiyatı bilan İslam edebiyatını birleştirgen bir ulug' namoyanda bo'lib hisoblandi. Shunga tarixdagi Çağatay tili yoki Çağatay edebiyatı degan bosqichni dal ana shu Qissasul Anbiyadan boshlash kerak.